Kichik Qulula opasidan so'rabdi. Biz nimishqa tug'ilishimizdan bu ham ig'ir, ham qattiq qopni yudib yurimiz? Opasi: Bizning badanimizda sumak yo'q. Faqatla o'milash orqali hayot kechiramiz. O'milishimiz asta. Shunga bu qop bizni qo'g'dab turadi, debdi. Kichik Qulula: Undaqda kepinak qurtiningmi sunugi yo'q, ham o'milishi asta turib, nimishqa bizga o'xshash yudiydigan qepi yo'q, debdi. Opasi: Chunki kepinak qurt kepinakka aylanib uchidi. Osmon uni qo'g'daydi. Kichik Qulula: Undaqda sazoningmi sunugi yo'q, ham tez o'milayolmaydi, ham ucholmaydi. Yana nimishqa sazonning qepi yo'q, debdi. Opasi: Chunki sazon to'pini teshalaydi. Yer uni qo'g'daydi. Shunga sazonning qepi bo'lmaydi, debdi. Kichik Qulula yig'lagan holda: Biz nima degan bechora? Bizni osmonmi qo'g'damaydi ekan, yermi qo'g'damaydi ekan, debdi. Opasi Kichik Qululaga tasalli berib: Balam, shunga bizning qepimiz bor. Biz osmonga tayanmaymiz, ham yerga tayanmaymiz. Biz faqat o'zimizga tayanamiz. Har bir odamning dunyoda eng ishonishga arziydigan odam dal o'zi. O'zingizning kamchiligidan yoki vazifangizning og'irligidan og'rinmang. Har ishning hikmati bor, har ishning ma'nosi bor.